IT sohasini 9 yillik tajribaga ega senior darsuvchidan o'rgangan bo'larmidingiz? Hozir biz ushbu inson bilan suhbatlashib, dars o'tishlarini iltimos qilib ko'ramiz. Mo'minyoz, IT sohasida necha yildan beri faoliyat olib boryapsiz va qaysi kompaniyada ishlagansiz? Men 9 yildan beri IT sohasida ishlayman. Shu vaqtgacha xalqaro IPAM kompaniyasida, Greenway Solution kompaniyasida va hozirda O'ztelecom kompaniyasida dasturchi bo'lib ishlab kelaman. Ko'pchilikka tanish, biz biladigan qanaqadir loyihalarda ishlaganmisiz? Ha, masalan, Qashqadaryo ahli.uz saytini chiqamiz. Bu o'sha mashhur Qashqadaryo ahli Telegram kanali, Qashqadaryoda ishlaydigan startup loyihasida ishlaganman. Hozirda O'ztelecom kompaniyasida davlat korporativ tizimlarini ishlab chiqarish bo'yicha ishlayman. Unda ko'plab xizmatlarni amalga oshiramiz. Masalan, ko'pchilik biladigan SafeRoad, Road24, MyGo kabi tizimlarga ma'lumotlar yetkazib beramiz. Mo'minyoz, yana shogird tayyorlash rejangizda bormi? Albatta, faqat kechki ishdan tashqari vaqtlarda bo'lsa, tayyorlasam bo'ladi. Roziliklarni oldik. Ushbu kursda siz front-end va back-end sohasini o'rganasiz, full stack dasturchi bo'lib chiqasiz. Darslarimiz kech soat 18:00 dan 20:00 gacha bo'ladi. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.